Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi videoda biz sizlar bilan Python dasturlashtiruvida restoranlar uchun kuchli boshqaruv tizimi dasturini qilib ko'ramiz. Nima qilamiz? Gapni qisqartiramiz, boshlaymiz. Do'stlar, bittagina videoni boshlashdan avval sizlarga bitta gapni aytib o'tmoqchiman. Shundagina kirib obuna tugmasini bosib, bittagina like tugmasini bosib qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bossanglar, keyingi videolar chiqsa, sразу sizlarga YouTube o'zi xabar beradi. Iltimos do'stlar, kirib obuna tugmasini bosib, videoga bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Iltimos do'stlar. Men uchun juda ham katta motivatsiya bu. Rahmat hammalaringga. Gapni qisqartiramiz do'stlar. Unda bo'lmasa videoni boshladik. Xo'p, bizani restoranlar uchun kuchli boshqaruv tizimi dasturini ishga tushirish uchun bizga xo'p, ko'rib turishinglar mumkin, ikkita dastur kerak. Dastur emas, birinchisi dastur Visual Studio Code. Buni sizlar internetdan bemalol yuklab olsanglar bo'ladi va ichiga Python dasturlashtiruvini o'rnatib olsanglar bo'ladi. YouTube'da videolar ko'p, bemalol YouTube'dan ko'rib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar internetda bemalol tortib olsanglar bo'ladi. ChatGPT ham bor, xohlasanglar tushunmasanglar yo'riqnoma ko'rsatadi. Kelinglar main.pyni Visual Studio Code'ni ichiga ochamiz va ko'rib turishinglar mumkin, bizani 1754 qatorli kodimiz. Prosta shikarniy dastur bo'lgan, hozir hayron qolasizlar do'stlar. Xo'p, kelinglar, birinchi bu dasturni ishga tushirish uchun biza terminal ochishimiz kerak. Mana tepadagi 3 ta nuqtani bosamiz va terminal, sozdat terminalni bosamiz. Va kutubxonalarimizni o'rnata olishimiz kerak. Pip install qilib, kutubxonalarni pip installni men Telegram kanalimga bu dastur kodi bilan tashlab qo'yaman. Olib, sizlar ham ishlatasizlar. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Unda bo'lsa, bu dasturimizni ishga tushiramiz do'stlar. Xo'p, runni bosdik biza. Xo'p, ko'rasizlar hozir shikarniy dastur bo'lgan do'stlar. Bittagina like tugmasini bosib qo'yinglar. Ana Roms Pro restoranlar uchun kuchli boshqaruv tizimi boshlandi do'stlar. Bu dasturda biza qanaqadir planshet yoki telefon uchun mobil ilovasini ishlab chiqsa, qanaqadir tizim kutubxonalarni ishlatib, prosta shikarniy, dahshat dastur bo'ladi do'stlar. Like bosinglar do'stlar. O'zi ham ummatda aytdim like bosinglar deb. Prosta ko'pchilik like bosmaydi. Bittagina like tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar. Unda bo'lmasa ketdik. Jamshid, Sardor, nima deydi? Shohrux kelishyaptida, restoranga aka bizaga 5-stolga o'tirishyapti. Mana 6-stolga o'tirishyapti. Planshetni ochyaptida, ofitsiant stol 5-buyurtmasi deyapti. Nima yeysizlar deyapti. Osh bo'lsin deyaptida. 3 ta kishi osh aytyapti. 3 ta osh. Xo'p, salatlardan 3 ta achchiq tushuk. Xo'p, bitta olivye ham qo'shib yuboring, ketadi-ku bu. Keyin ichimliklardan bitta Coca-Cola, keyin bitta 2 ta choy, 2 ta ko'k choy. Xo'p, endi esa biza desertlardan bitta muzqaymoq aytamiz va tortlardan 2 ta tort aytaylik, mayli desertga ketadi. Menimcha 297 ming bo'ldi, shot. Xo'p, kelinglar oshxonaga, bu ofitsiant ko'ryapti-da, davay bo'ldi bo'lmasa akalar zakaz berib bo'ldi, oshxonaga yuboramiz. Buyurtma oshxonaga yuborildi. Keyin oshxona KDSga qarasak mana, ishtahalari karnay-ku akalarni deydi-da, oshpazlar. Oho deb, buyurtma tayyor deydi. Hammasi tayyor bo'lgandan keyin, ofitsiantga yuboriladi bu narsa. Yuborilmaydi, prosta yuboradigan qilsak bo'ladi. To'lov kutilyapti deb yozilgan. Ko'ryapsizlar. Bizada bitta faol anaqa bor, stol bor. Ya'ni bu narsani kuchli tizimlashtirsak, hostinglarga qo'yib, ulab qilsak, zo'r dastur bo'ladi do'stlar. Prosta harakat qilish kerak. Men sizlarga iloji boricha professional dastur tuzishga harakat qildim. Sun'iy intellektlar orqali like tugmasini bosinglar, obuna bo'linglar. Xo'p, hisob-kitob qilamiz. Mayli, akalarga bir maza qilishsin, bir 10% chegirma beramiz. 267.300 bo'ldi. Xo'p, mana jami 267.300 so'm chek chiqarildi deb yozdi. Xo'p, qaranglar, endi biz chekimizga qaraymiz. Voy, buni qaranglar, bu nima bu? Roms Pro restoran. Chekini qaranglar, chegirmalari bilan mana bunaqa chek chiqarib beramiz keyin mijozga. Xo'p, chekni yopib turamiz hozircha. Kelinglar, endi biz menyu boshqarmasiga kiramiz. Kelinglar, biz yangi aytyapti boshliq, yangi lavashlar bo'limini qo'shinglar deyapti. Xo'p deymiz. Lavashlar bo'limini qo'shamiz mana bu yerda. Lavashlar va qo'shish deymiz. Lavashlar kategoriyasi qo'shil deyapti. Xo'p, biz kategoriyaga kiramizda, lavashlarga bosamiz va biza bitta nima deydi? Tovuqli lavash deymiz. Tovuqli lavash. Narxini 35 ming qo'yamiz. Qimmat bo'lib ketdimi yoki? 35 ming qo'yamiz. Taom qo'shish deymiz. Tovuqli lavash qo'shildi. Mana endi lavashlarga kirsak, tovuqli lavash 35 ming. Xo'p, milliy taomlardan kelinglar, bir norinni o'chirib ko'ramiz. Ishlashini tekshiraylik. Milliy taomlar mana, norin yo'q. Dahshat ishlayapti dasturimiz.
Endi qaranglar, biza hisobotlarga kiramiz. Mana hisobotlar bugun 267.300 so'm to'lov bo'libdi. Mana bugun tepaga turibdi. Mana hisob soni bitta o'rtacha eng ommabop o'zbek plovi ekan. O'rtacha hisob 267.300. Mana tepalardan ko'ryapsizlar, qanaqa narsalarni qilib qo'ydik. Bu oy, bu hafta hammasi, bugun, davr. Mana bu yerdan statistika ko'payib ketaveradi. Keyinchalik xatoliklar bo'lsa, o'zlaring bemalol sun'iy intellektlar orqali to'g'irlasanglar bo'ladi. Men iloji boricha harakat qildim. Mana shunaqa professional dastur qilishga, aynan shu har xil sun'iy intellektlar orqali ko'ryapsizlar, top 5 taomlar: olivye, tort, ko'k choy, achchiq chuchuk, o'zbek plovi. Mana bu yerdan statistika ko'rinib turibdi. Dahshat bo'lgan dastur. Endi kelinglar sozlamalarga o'tamiz. Bir ikki joylarni hali tekshirganim yo'q. O'zlaring tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Agar xatolik chiqsa, aytaman, sun'iy intellekt bilan to'g'irlab qo'ysanglar bo'ladi. Ma'lumotlarni eksport qilish. Kelinglar ma'lumotlarni eksport qiling. Endi bizlar faylimiz kirsak-ku, mana ko'ryapsizlar. Eksport sanasi aynan shu. Mana bizani nima taomlarimiz borligi va sotuv tarixi. Shunaqa kichik tekstaviy fayl bizaga yaratib beryapti. Aynan shu ekspert, aynan shu tugmani bosganimizdan keyin, ma'lumotlarni eksport qilish tugmasini bosgandan keyin. Bu yerda esa ayrim tizim ma'lumotlari, menu kategoriyalar, jami mahsulotlar, sotuvlar tarixi, fayl rooms pro. Xuddi shunaqa dastur. Keyin mana bu joydan 20 ta pastigacha chiqmayapti. Bu narsani o'zlaring sun'iy intellekt orqali to'g'irlab olsanglar bo'ladi. Iloji boricha harakat qilib, bemalol sun'iy intellektlar orqali to'g'irlab olsanglar bo'ladi. Do'stlar, xullas shunaqa dastur qildik. Iloji boricha harakat qiling. Buni kichik bir kafe, restoranlar ishlatsa ancha foydali bo'ladi bu dasturni. Hammalaringga omad. Bu dastur kodini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, kutubxonasini o'rnatish buyrug'i bilan. Hammalaringga rahmat kattakon do'stlar. Bittagina videoga like tugmasini bosib, bizaga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalaringga rahmat. Shuna obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Keyingi videolarni kutib qolinglar. Hammaga rahmat.